Shu original shurpayor nabordi sizga shunday tekinga berib yoramiz. Faqatgina shu videomizga bittadan like bosib turib, kommentariyaga o'tib, omad so'zini yozib, do'konimizdan 29-aprelgacha ko'rib turgan 7 ga 15, ya'ni 7 ga 9 ham delinadi. Motoblogimizga kelib xarid qiladigan bo'lsangiz, narxlarini arzon, skidka narxlarda kelishtirib, undan tashqari shurpayor nabordi sizlar uchun bonus sifatida qo'shib beramiz. Hop, ko'rib turgan motobloglaring motor qismlari 170 motorlar bilan jihozlangan, hamda reduktor qismlari 15 talik, 9 talik katta reduktorlar bilan jihozlangan bo'ladi akalar. O'zi qismlari ko'rib turgan motobloglaringda maslinli, ya'ni avtolli. Bunga avtol qo'yib bersizlar, tashqaridan kirgan chang shu yerda qolishini hisobiga sizlarga anchagina uzoq xizmat qilib beradi akalar. Xo'p, motorlari 170 blok, 7 HP, ruchnoy tortuv ro'zinlari old tomonda ruchnoylari bor. Ko'rishlaring mumkin. Balon qismlariga o'tadigan bo'lsak, balon qismlari 400 ga 10 shiroki, miyahki, tishli balonlar bilan jihozlangan akalar. Undan tashqari rollari qolagan tomonlarga aylanadi. Mana bu yerda bo'shatib, bemalol aylantirishlar mumkin. Mahsulot 26-yilda mahsuloti ko'rishlar mumkin. Hop, skorslari oldiga 2 ta hamda orqaga bitta skorslari o'zi bilan jihozlangan. Reduktorlari bunaqa oddiy 7 kuchli motobular reduktoridan katta 15 talik reduktordan qilib ishlangan, ko'rishlar mumkin. Mana orqa o'qlarini ham, mana balon o'qlarini ham ko'rishlar mumkin. Balon o'qlari ham juda ham yo'g'on qilib ishlangan. Qishloq xo'jaligiga dori apparat, karcher apparat, sunasoslarda ham bemalol stanovka qilib ishlatsanglar ham bo'laveradi. Ki yana bitta boshqa motoblogga nisbatan bu motoblogimiz ustun jihati o'zida moy datchigi bor. Ya'ni yog'i eskirib, ozayib qoladigan bo'lsa, avtomatik o'chib qolish xususiyatiga ega. Bu motoblogimiz 60, 70, 50 agatlarga kirish uchun mo'ljallangan, Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan. O'chiriqning konovkalari, gazlari, hamma yo'qlari o'ziga tayyor holatda qo'yilgan bo'ladi. Narxi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa 5 million 400 ming so'mdan do'konimizdan bemalol kelib xarid qilib ketishlari mumkin. Butun O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holatda dastavka xizmatlari ham bor. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib bo'ladigan bo'lsangiz, to'liqroq ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Benzin sarfi 1 soatiga 1 litr benzin rasxod qiladi. Karovkasiga 2,5 litr, motoriga 800 grammdan yog' ketadi akalar. Telefon qilib bo'ladigan bo'lsangiz, to'liqroq ma'lumotlarni beramiz. Boshqa motoblog hamda mini traktorlarda ham obzor qilishda davom etamiz. Kanalimizdan uzoqlashmaysizlar akalar.